Ogoh bo'ling. Tarmoqlarda bolalar xavfli o'yinlarga jalb qilinmoqda. Gap shundaki, so'nggi paytlarda bolalarni messenjerlar orqali aldab, ularni xavfli o'yinlarga jalb qilish holatlari ko'paymoqda. Yomon niyatli shaxslar video qo'ng'iroqlar orqali bog'lanib, o'zlarini ishonchli inson sifatida ko'rsatishga urinadi va turli topshiriqlarni bajarishni so'raydi. Eng xavotirlisi, bu topshiriqlar bolalar salomatligi va hayoti uchun jiddiy xavf tug'diradi. Ular buni oddiy o'yin sifatida ko'rsatib, mukofot va'da qilish orqali bolalarni ishontirishga harakat qilmoqda. E'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsalar quyidagicha. Noma'lum raqamlardan kelgan qo'ng'iroqlarga javob bermang. Shubhali akkauntlarni darhol bloklang. Bolalaringiz bilan internet xavfsizligi haqida ochiq suhbat qiling. Bunday holatlarda yaqinlaringizga va tegishli tashkilotlarga xabar bering. Internet imkoniyatlar manbai, ammo nazoratsiz qolsa, xavf ham tug'dirishi mumkin. Bolalarimizni himoya qilish barchamizning eng muhim vazifamiz. Ushbu xabarni barcha tanishlaringizga, ayniqsa yosh bolasi bor bo'lgan yaqinlaringizga yuborib, ogohlantirib qo'yishni unutmang. Zero ogohlik davr talabi. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.